Yangi Cobalt'da konditsioner freonlari chiqib ketib qolgan. Bu safargi mijozimizga Cobalt mashinalarini konditsioner ishlamayapti deb olib keldilar. Tekshirganimizda freonlari chiqib ketib qolgan. Sistemadan freonni qanaqa chiqib ketganini topish uchun birinchi sistemaga havo urib, penalab hamma joyini tekshirdik. Patrubkalar salonga ulanadigan qismida oraliqda gubka tiqilib qolgan ekan. Zavod yig'ayotganda e'tiborsizlik hisobiga orasiga tiqilib qolgan va vaqt o'tgandan keyin shu joydan freon qo'yib yuborgan. Salniklarni ham birato'la yengiladik, tozalab artib, yana joyiga yig'dik. Manometrlarni boshqatdan ulab, yana sistemani havo urib tekshirib oldik, penaladik. Shu ish jarayonida yana bitta Cobalt'da konditsionerlarni remont qilib berdik, zapravkalarni qildik. Bu mashinada 6 gradus ko'rsatib turibdi. Patrubkalarimizni uzib, nariga mashinamizni vakuum qilishni boshladik. Vakuum bo'lganidan keyin freon zapravkalarini qilib oldik. Zapravka vaqtida manometrni kuzatib turdim. Davleniyasi normada, ventilyator vaqtida ishlayapti. Salon 28.7 da kompressor ishga tushdi, konditsionerimizni muzlatishni boshladi. Davleniyalarni tekshirib bo'lgandan keyin manometrlarimni uzib, patrubkani tekshirib vaqtim muzdek bo'lyapti. Salon gradusi 7.6. Bundan oldingi mashina necha gradus edi? Kommentariyada yozinglar.